Kommentlar boshdan o'qib chiqamiz. Rahmat, menga yo'qdi. Keyindan qachon chiqadi? Mayli, hozir chiqadi. Hammaga salom, sizlar Ethical Gaming kanalidasizlar. Bugun biz F-string degan mavzuda o'tamiz. F-string nima o'zi? F-string bitta yoki undan ortiq, ikkita yoki undan ortiq matnlar birlashtirishga yordam beradi. Xo'p. Hozir bitta misol keltirib beraman. Ism yozamiz. Qo'shtirnoq ochib turib, Botir. Endi yozamiz familiya. Yozamiz Shokirov. Hop, endi yozamiz ism. Pastki chiziqcha. Sharif. Sharif qo'ri. Teng. Qavs ochib turib F-string qo'yamiz. Boshqasi o'tib ketdi. F-string ochamiz. Yozamiz gulli qavsda ism. Joy tashlaymiz. Yana bitta gulli qavs ochib turib yozamiz familiya. Yozamiz print. Qavs ochib turib ism. Mana Sharif. O'tgan mavzudagi kim ko'rmagan bo'lsa, ko'rib olinglar. Mana ism Sharif, hozir bitta verbal bo'lib kelyapti. O'tgan mavzuda o'tgandi buni. Hop. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Qani? Mana Botir Shokirov. Endi yana yozamiz. Yana ko'proq misollar keltirishga harakat qilaman. Hop, yozamiz. Yana ism. Endi boshqacha ismlar yozaylik. Masalan, James. Familiya. Teng nima desa bo'ladi? Bond. James Bond bo'ladi. Hop, endi yozamiz. Buni mana ism Sharif deb yozdim-ku, mana shu joyda. Qaraydi mana. Shu joyda oddiy verb bo'lib kelyapti. Buni boshqa narsaga o'zgartirsang bo'ladi. Masalan, matn. Yozamiz. F-string qo'yib turib. Salom. Bas virgul. Mening ismim. Gulli qavs ochib turib ism. Nuqta qo'yamiz. Nuqta qo'yish shart emas o'zi. Men o'zim qo'yadim. Mayli, mana. Yana bitta gulli qavs ochib turib familiya. Yozamiz. Print. Qavs ochib turib matn. Endi ana ishlatib ko'ramiz. Salom, mening ismim James Bond. O'xshadi. Yana buni ko'p yana matn keltirish, yana misol keltirish mumkin. Yana boshqa misollar keltiraman. Masalan, yil deb turib tug'ilgan yilimizni yozamiz. 2012. Print. Yana qavs ochamiz. Ikkita o'zi ochilgan ekan. Endi ikkitali qo'shtirnoq ochib turib, mana bu F-string qo'yamiz. Hozir yana yozish kerak edi. Sizning turgan bitta gulli qavs ochib turib siz bo'lish kerak. Sizning deb. Siz yil chiziqcha yilda
tug'ilgansiz. Endi pastga tushib yana yozamiz. Print. Yana qalos ochamiz. Ikkitali qo'shtirnoq. Keyin f-string bilan yoshingiz yana gulli qalos ochib turib yil 2025 hozirgi yilni yozib turib minus yil. Endi o'xshash kerak. Qani ishlatib ko'ramiz mana. Siz 2012-yilda tug'ilgansiz. Mana bu yerda probel qo'yasiz. Yoshingiz 13. Mana bu yerda deb yozib qo'yish kerak. Mana. Endi o'xshaydi mana. Siz 2012-yilda tug'ilgansiz, yoshingiz 13 da. Ishlayapti. Hozir buni ham berkitib qo'yamiz. Xo'p. Boshqa misollar ham keltirishim mumkin. Lekin hozir endi yana sizlarga maxsus belgilarni o'rgataman. Maxsus belgilar mana shunday belgilar bor. Masalan, mana T \t bu o'zlaringga bitta kod bilan tushuntirib beravering. Masalan, print chop etib berish uchun yozamiz hello qo'shtirnoq bilan yozish kerak. Hello world deymiz. Endi hozir ishlatsam oddiy yozib beradi. Endi yana bitta yozamiz. Print deb yozib turib yana o'sha hello hello deb turib endi oddiy world deb yozmaymiz. Backslash t bilan yozamiz. Endi yana yozamiz world. Backslash t'dagi world bo'lsa, endi bu juda tashaveradi mana. Oddiydan jicha ko'proq juda tashaverdi. Ikkita harfcha juda tashaverdi. Yana yozsa va yana boshqa kodni aytib beraman. Print yana ochib turib yozamiz. Ikkita qo'shtirnoqda hello. Endi o'sha backslashda endi tebas ne bor. Endi yana world. Endi bu bitta qator pastga tushirib beradi. Mana. Hello world oddiy yozildi, bitta juda shaldi, bitta polniy pastga tushirib berdi. Mana yozib qo'yamiz hozir. Backslash t bo'sh joy qo'shishga yordam beradi. Oddiy bo'sh joy qo'shish. Mana shunday yozib qo'ydim. Hop, yana yozamiz. Backslash na qator tashlash. Mana yozib qo'ydim. Qaysi kod nima qilib berishini. Pastga tushib turib bo'ldi. Endi yana boshqa kodlar ham bor. Hozirlar yozib berishim mumkin. Upper bor. Ki yana lower. Upper pastga tushamiz. Lower. Yana ikkitasini hozir tushuntirib turaman. Masalan, yana boshqa narsa yozib ko'ramiz. Bular o'chirib turamiz, endi yozamiz. Birinchi qilgan kodimizni ko'chirib olib turamiz. Shu kerak bo'ladi. Endi bu yerga tashlaymiz. Endi bularni o'chirib turamiz. Endi ism Sharif deb oddiy chiqarib berdim, Botir Shokirov deb. Endi hamma harfini shu upper kodi bilan yozamiz. Mana upper kodi bilan
hamma harfni kattalashtirib beraman. Botir Shokirov. Endi buni yana bitta ko'chirib olamiz. Yana bitta qo'yamiz. Endi upper o'rniga qaysi biri? Lower ni qo'ysak-chi. Endi hamma harfni lower kodi kichraytirib beradi. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Voy, ism Sharaf. Ism Sharaf. Hozir hammasi to'g'ri ketyapti. Mana bu yerda bitta qavs qolib ketgan ekan. Ana endi o'xshash keladi. Botir Shokirov. Mana bosh harflarni katta yozuvdingmi? Bitta kichirtirib berdi hammasini. Hop. Voy. Endi bularni ham berkitib qo'yamiz. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.